Akalar, assalomu alaykum. Kim Gentra avtomat haydayotgan bo'lsa, parkingdan chiqmay qolsa, nafaqat ligushkadan boshqa problema ham bo'lishi mumkin. Avtomatda sabablarini hozir aytib o'tishga harakat qilaman. Qorong'ilashib ketdi-ku bu. Подсветка, вспышка-то. Вот тут. Xo'sh. Nimagadir tiniqroq olmayapti-ku. Xo'sh, o'shani aytib o'tishga harakat qiling. Qarangizlar. Agar kim bu muammoda ishlayotgan bo'lsa ham ligushka ishlayotgan bo'lsa ham, mana ligushka avtomat tormozda bosganingizda ligushka ishlab, stoplari yonib, elektromagnitni переключатели bor, avtomat korobkalarni. Bu ko'pincha avtomat korobkalarda, любой avtomatda ham bor-ku, endi ko'pincha misol, endi men o'zim haydayotgan mashinani aytmoqchiman, avtomat korobka Gentra. Cobalt и Nexia 3 ularga bir xil bo'lishi kerak hammasi. Bitta texnologiyada bo'lishi kerak bular. Ko'pincha ligushka ishdan chiqadi. Bunda ligushkani ham boshqa mashinaga qo'yib ko'rdim, hammasi joyida ishlayapti, hamma narsa joyida ishlayapti, lekin korobka parkingdan chiqmayapti. Ponna korobkani yechib oldimda chapqa qilib qarasam, YouTube'lardan izladim, kamdan-kam bu topolmadim bashti. Bitta Lasset'ni topdim. Lasset'ni degan shuni ko'rsatgan, uni ham aniq o'qimaganim uchun yaxshi tushunmadim. Keyin qarab yana e'tibor berib yozganlariga qarasam, nimadir yozgan, lekin tushunarsiz men uchun. Keyin lekin mana shu narsani ko'rdimda. Mana pastida o'sha elektromagnit bilan pastida mana massa bor, yana bitta massa berayotgan. Aqdan sistema kelganda mana elektromagnitni massa qilib beradi. Hozir qarangizlar, mana boshyapman, ishlamayapti. Agar buni managa qo'ysam, massa berayotganini, buni nomini aniq aytsam, anig'ini bilmayman o'zim. Shu massa deb aytaman, endi massa deb aytyapman o'zimcha. Bosdik, massa qilamiz. Agar mana massa tegsa, elektromagnitga ishlash kerak bu.